Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xorazm viloyati Bog'ot tumani Mirhoshim bobo jami masjidi mana qurilish ishlari davom qilib turibdi. Masjidimizning asosiy binosi qurib bitkazildi. İş tomonlaridan mana gumbazning pastlarini hozir naqsh qilish davom qilib turibdi. Naqshlarimiz ham endi tugallayotir. Endi asosiy yana bizga shu tashqarida kafelar qo'yish kerak. Tahoratxonamizga texnik asboblar kerak. Undan keyin joy namoz, asosiysi joy namoz kerak. Mabodo shu masjidga bir ihson qilaman degan bir tadbirkor birodarlar bo'lsa, marhamat kelib ko'ringlar. Qo'lingizdan kelsa shu yerga bir yordam qo'llaringizni cho'zsangizlar, barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.